Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisiz, sog'misiz, omonmisiz? Internet orqali pul ishlasa bo'ladimi degan savolga javob bermoqchiman. Haqiqatda ham internet orqali pul ishlasa bo'ladi. Shunaqa kompaniyalar bor, davlatda ro'yxatda turadi. Paket dokumentlari bor, kirib bemalol tekshirsangiz bo'ladi. Kirish tekin, o'rganish tekin. Birorta savollaringiz bo'lsa yozsangiz javob beramiz, gaplashamiz, kiring, o'rganing. Telegram kanalimda mana bu kommentariyaga silkamni qoldiraman. Kiring, bemalol gaplashamiz. Yo'l-yo'riqda o'rgataman. Uyda o'tirib telefon orqali pul ishlasa bo'ladi. Hozir zamon internet zamoni borib bundan ham kuchayib ketadi. O'zingiz ko'ryapsiz, hamma o'zini internetga uryapti. Nimaga? Chunki bu yerda pul ishlasa bo'ladi. Bu haqiqat, bu real narsa. Shuning uchun qiziqqan odamlar bo'lsa, menga bemalol TikTokdan kirib ko'ringlarda videomni, Telegram kanalimga kirib xabar tashlab qo'ysalaring javob beraman, o'rgataman, o'rganish tekin. Ichkari kirib ko'rasizlar, qanaqa sistemada ishlayotganimizni bilasizlar. To'g'ri kelsa qolasizlar, to'g'ri kelmasa o'zingiz bilasiz. Zo'rlash yo'q, majburlash yo'q. Hammamiz musulmon xalqmiz. Ortiqcha gunohni hech kimga keragi yo'q. Xohlasangiz oilangizga, ro'zg'oringizga yordam beraman desangiz, marhamat keling, yordam beraman. Yozing, kutaman.